Assalomu alaykum, hurmatli Rishton uy-joy kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga zo'r lokatsiyaga kelganmiz. Sotilishga qo'ygan Rishton Navoiy kottejida, ikkinchi ko'chada. Tushunishlaring uchun Mingboshi keramikani ikkinchi tomon, orqa tomonidagi ko'chada. Ko'rishinglar mumkin. Hujjatlarigacha qo'limga berib qo'yishdi. Notariusga tayyor, pul zaril, srochni sotamiz deyishyapti. Qiziqqanlar, kelinglar, ko'ringlar. Zo'r lokatsiyadamiz. Ichki ko'rinishlarni birgalikda tanishib chiqamiz. Xo'p, do'stlar, kirganimizda avtomobilingizni qo'yishlik uchun zo'rgina mana bunaqangi tepalarini yopib, chiroyli hovlilari. Mana nimalarga e'tibor bermaysizlar. Agarotini tanishtirib o'taylik oldin. Xolasalaring mana bu joyda atapleniyaga, pechkalarga moslashtirib, kichkinagina bir joy qilib qo'yishgan ekan. Hovlilarida chiroyli mevali daraxtlari bor. Umumiy yer maydoni 6 sotixdan iborat. U burchakda yozgi letni tashqarida tualetlari, hojatxonalari ham bor. Kottejimizga kirganimizda chap qo'lda oshxonaga moslashtirib qo'ygan chiroyli oshxonalari bor ekan. Endi video davomida ko'rib borasizlar. Qo'shnilarnikini gazi, kommunalkalarini ko'rib tekshirib qo'ydik. Gaz bormi bu yerda deganlar uchun mana videoga qo'shnida bo'lgan syomkani qo'yib ketamiz. Do'stlar, ma'lumot tariqasida aytib o'tiramiz. Biz qo'shni hovlidamiz, gazlarini ko'ringlar. Shunaqa gazi bor joy oqtiruvdilaringmi? Mana suvini ham ko'ringlar. Kommunalka sistemasida umuman muammo yo'q. Kanalizatsiya, gaz, suv, svetda umuman muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q ekan. Endi olgan odam o'ziga moslashtirib gaz fazlarini qilib olasizlar. Bu yerda chiroyli balkon desa ham bo'laveradi. Chiroyli yozda o'tirgani bir ayvonlari bor ekan. Bu yer birinchi katta zali ekan. Polni atapleniya bilan jihozlangan. Olgan odam o'ziga moslab, o'zingizlar bilasizlar, nimani borini bor, yo'g'ini yo'q deymiz. Mana bunaqa kosmetika qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. O'ziga moslab oladigan holatda turibdi. Hurmatli do'stlar, bu birinchi xonasi. Bu yoqda endi ikkinchi xonasi. Samiglarni menga yoqqani har bitta xonalari rosa katta-katta ekan. Yaxshi MDF eshiklari bor. Bu yoq ikkinchi xonasi. O'sha aytganimizdek, atapleniya bilan jihozlangan, faqat pechkasini qo'yib, o'zingizga sharoit qilib olasiz. Ammo gaz vashsha zo'r ekan. Gazni videosini qo'yib ketyapmiz orada. Bu yer 3-xonasi. Ma'lumot tariqasida aytib o'tamiz, bu yerda olganlar umuman yashashmagan ekan. Faqat kulol akalarimiz olishgan, sklat tarzida foydalanishgan. Mahsulotlarda turadigan, mana kulolchilik mahsulotlaridan namunalari ham turibdi. Faqat yashamaganmiz, faqat ombor tarzida foydalanganmiz deyshapti. Bu yerda отдельно qilib qo'ygan hojatxonalari bor. Bu yerda sanuz yerlari. Endi olgan odam o'ziga moslab, didiga moslab remont qilib olasizlar. Samiglarni sizlar uchun narxini iltimos qilib, bizdan oldin boshqalar kelib olib, narxini qimmatroq qo'yishgan ekan. Akamizga aytdik, keling, xalqimiz mazza qilsin, bir olgan odam mazza qilsin, aka, bir sal yo'lida qilib bering dedik. Akamiz unashdi, $43,700 deb baholadik. Yana jicha-picha o'tib beradigan joyi bor. Endi yaxshi insonlar bo'lsa, yashayman, uy-joy qilaman deysa, o'tib beraman deyishyapti. Kelib ko'ringlar, vobshe zo'r variant. Adres yuqorida aytganimizdek, Navoiy 2-ko'cha. Bunaqa joy hadib chiqarmaydi. Puli borlar bosamiz. Rishton uy-joy sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz. Do'stlar, krediti bormi desalaring, umuman kredit to'lov puli umuman unaqa narsa yo'q. Shunchaki kelishasiz, pulini berasiz, notariusda sizning nomingizga hujjatlari bo'lib, sizning nomingizga o'tib ketadi. Bunaqangi imkoniyat hadib bo'la olmaydi. Do'stlar, tashqarilarni ko'ringlar. Chiroyli asfalt bo'lib, asfaltlarni qilib qo'yishgan. Mashinangiz turgani ham
Mana bu oldi ko'rinishlar juda ham keng qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Chiroyli archalar, tashqi ko'rinishlari. Loylarda, loy ko'chalardan uy olmang, mana zo'r ko'chalardan uy oling deb sizga zo'r lokatsiyalarni obzor qilishda davom etyapmiz.